Endi men sizga, конечно, unaqa pul bermayman, yo'l kiringizga beraman. Judayam hayotimda fisq fasod ko'payib ketyapti. Baribir oxiratda javobi bor-da. Bu dunyoda bo'lgani bilan oxiratda javobi bor. Endi Давайте bugundan boshlab просто ignor qilamiz shularni. Umuman e'tibor bermaymiz. Kelib hayotingni buzmoqchiman, eshikni och desa ham o'tiraveraman, ochmay deyapman. Короче, bunaqalar nima qilar ekan Instagramdagi krisalarda? Xullas, men zo'r challenge o'yladim. Ko'ryapsizlar, judayam hayotimda fisq fasod ko'payib ketyapti. Hayotimda tinchgina yashasam ham qayerdandir chiqishadi, nimadirlar qilishadi, qayergadir borib yozishadi. Men shunday bo'lib ketdim-da. Eshitayotgan odamlarning joniga tegib ketyapti. Endi meni tasavvur qilinglar. Men bilaman, ko'pchilikning hayotida mana shunaqa negativ odamlar bor. Hayotingizga xalaqit berayotgan, sizlarga dushmanchilik qilayotgan odamlar bor. Давайте bugundan boshlab просто ignor qilamiz shularni. Umuman e'tibor bermaymiz. Umuman eshitmaymiz ham, ahamiyat bermaymiz. Даже men o'ylayapman, eshigimni taqillatib kelib hayotingni buzmoqchiman, eshikni och desa ham o'tiraveraman, ochmay deyapman. Databo shu darajada befarq bo'laman deyapman. Bo'lmasa bo'lmayapti. Давайте shuni birgalikda qilamiz. Dushmanlarni hammasini ignor qilamiz. Просто. Qanaqa kechyapti, nima bo'lyapti menga yozasizlar. Bo'ladimi shunday qilsak? Shunday Qizlar, ishonasizlarmi? Men уже miyam ishlamayapti-da. Bu odamlar qanaqa darajada aktyor bo'lib ketganda. Meni bo'lmasa diplomim bor, lekin bunaqa rol o'ynay olmayman. Hayotda bunaqa rol o'ynay olmayman, ishoninglar. Hayotda qandoq bo'lsam, shundoqligimcha yuraman-da, hamma biladi. Короче, bunaqalar nima qilar ekan Instagramdagi krisalarda? Bu yoqdan boshqa profil ochib, meni yomonlab, kundosh bir nima videolar montajlar qilib, har balolar qilganda, o'zimni profilimda boshqa profildan kirib, "Opajon, siz yaxshi ko'raman, siz undosiz, siz bundosiz" deb yurar ekanman. Bir marta даже buni mana qaranglar, istoriyamga qo'ygan ekanman. "Voy, shunaqa zo'r auditoriyam, shunaqa yaxshi ko'raman sizlarni" deb qaranglar. Bu ikkalasi akaziysi bitta odam bo'lgan ekan. Bu даже meni istoriyasiga ham qo'ygan ekanda. taksi shotda kutyaptimi hozir? Rayhonning o'zidami? Bo'ldi, telefon qo'ying, keldik. Qatiga tashing. Qancha yo'l kirasiz? Bilmayman qancha deydi. Ovqatlar men yerga buyurgani shu pulni olib keladi. Bo'ldi. Ketganmiz, qizim kelamiz. Bo'ldi, xo'p, yordam qilamiz. Lekin bunaqa ish qilmang, qaytib qilmang lekin. Umuman qilmayman. Baribir oxiratda javobi bor-da. Bu dunyoda bo'lgani bilan oxiratda javobi bor. Endi bo'ldi, xo'p, yordam qilamiz. Lekin bunaqa ish qilmang, qaytib qilmang lekin. Umuman qilmayman. Baribir oxiratda javobi bor-da. Bu dunyoda bo'lgani bilan oxiratda javobi bor. Endi aktiv va boshqa narsa bilan ham qilsangiz bo'ladi, baribir. Ana videolar, bir nimalar, kontentlar qilsangiz, inshaalloh Alloh o'zi yo'l ko'rsatadi. Glavnisi Maslahat berdingiz, shunga qarab qilaman. bolangizni harom luqma bilan boqmasangiz bo'ldi, glavnisi. Mana men bir Rayhon, mana shu yerdan olsangiz bo'ladi. Qaniydi anaqa? Endi men sizga, конечно, unaqa pul bermayman, yo'l kiringizga beraman. Mana. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat, xo'p, charchamang. Mayli, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, bunaqa anaqalarda emas. Inshaalloh. Mayli, charchamang.